Efirdaman va mana trenddagi baklashkam. Videoni oxirigacha ko'ramiz va сохранить bosib qo'yamiz. Tanishlarga обязательно jo'natib qo'ying, inshaalloh manfaatli bo'ladi. Bugun gullarimni ustidan kaliy, fosfor, azotga boy udobreniyani sepmoqchiman va sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Bu bizda nima? Plantafol. Mana ko'rib turganingizdek yozib qo'yinglar. Plantafol. Bu bizga nima beradi? Ichida mikro elementlar bor, xelat, железо, hamma narsasi ichida bor. Tak, azot bizda baylarni yashil bo'lishini, keyin mayda baylar chiqarishini, mayda boylarni barglarini katta bo'lishiga juda ham foydali bo'lsa, fosfor gullashiga juda ham foydali. Kaliy stressga tushmasligi uchun, keyin suv ko'payib ketsa, qurib ketsa, ob-havoni almashishiga, quruq bo'lishi, sovuq bo'lishiga, isib ketishiga juda ham foydali. Buni eng tag'in yaxshi tarafi ichida o'zini prilipashkasi bor. Sizlarga aytib o'tganimdek, biolipastinni alohida sepib o'tirilmaydi, bu o'zini ichida bor. Sepganingizda hammasi oqib tushib ketmaydi, ana o'shanda o'zida qoladi. Buni 10-12 kun, 15 kunda yana foydalansanglar bo'ladi, ustidan sepiladi. Iloji boricha ertalab va kechqurun sepinglar, keyin shamol bo'lmasin. Buni 1 litrga 2 gram solamiz. O'shanda menda 5 litrli baklashka, men bunga mana bu yerda 10 gram. Mana shuni solaman. Juda ham yaxshi eriydi. Mana sovoramiz. Juda ham yaxshi erish xususiyatiga ega. De chayqatib boramiz. Yaxshilab chayqatganimizdan keyin ustidan yaxshilab sepib chiqamiz. Bu nafaqat gullaga foydali, poliz ekinlariga ham, hovlidagilarga ham juda ham yaxshi. Men hammasi yaxshi o'sgani bilan nima deydi, poliz ekinlarni ham, masalan, kartoshka bor, pomidor bor, o'shalarni mevasini yanada yaxshi rivojlantirib berishi xususiyatiga ega. Buni sepgandan keyin mana inshaalloh o'zingizlar rezultatini ko'rasizlar. Yaxshilab chayqatib tashlaymiz va yaxshilab ustidan sepib tashlaymiz. 8 kundan 15 kun oralig'ida qilsak bo'ladi. Kommentariyada fikr mulohazamizni yozamiz. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, manfaatli bo'lsa, men juda ham xursandman. Duoda bo'lamiz. Rahmat sizlarga, kattakon tanishlaringizga jo'natinglar.